Assalomu alaykum. Ushbu video faqat 18 yoshdan oshgan tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda oilaviy munosabatlar, hissiy kurashlar va hayotiy saboqlar haqida gap boradi. Barcha voqealar hayoliy va ogohlantiruvchi maqsadda yaratilgan. Agar sizda shunga o'xshash hissiy holatlar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Video davomida hech qanday nojo'ya yoki zararli mazmun yo'q. Rahmat. Bir savol: siz hayotingizda biror marta, faqat bir marta o'zingizning qadr-qimmatingizni pulga sotganmisiz? Ko'pchilik yo'q, lekin hayot bu savolga har doim ham oddiy javob bermaydi. Bugun men sizga Saodatning hikoyasini aytaman. U 38 yoshli oddiy o'zbek ayoli edi. Eri, 2 farzandi, kichkina uyi bor edi. U birovga yomon ko'rinmaslikka, hammasiga yetishib turishga harakat qilardi. Lekin bir kuni u shunday qaror qildiki, o'sha qaror uning butun hayotini 2 qismga bo'ldi: ilgari va keyin. Bu video shu 2 qism haqida. Bizda pul haqida gap ketganda, ko'pchilik bir narsani unutadi. Pul nafaqat boylik, balki sinovdir. Pul odamni ko'rsatadi. Qo'rquvini, zaifligini, qanchalik chidash chegarasi borligini. O'zbekistonda va umuman Markaziy Osiyoda oila tushunchasi muqaddas. Uy-joy, bolalar, ota-ona, obro', bular hayotning tort ustuni hisoblanadi. Lekin aynan shu ustunlar ogirligidan ba'zi odamlar egilib ketadi. Saodatning hikoyasi ham shunday boshlandi. U egila-egila sinib ketayotganini sezmadi ham. Keling, boshidan boshlaylik. Saodat Toshkentdan emas. U Farg'ona viloyatining kichik shaharidan, Quva tumanidan edi. Otasi traktorchi, onasi o'qituvchi. Oddiy, mehnatsevar oila. Saodat yoshligidan aqlli qiz deb maqtalgan, o'qishda zo'r, odobli, kamtar. 22 yoshida Mansurga turmushga chiqdi. Mansur o'sha paytda qurilish kompaniyasida ishchi edi. Orzulari katta, imkoniyatlari kichik. Lekin Saodat uni yaxshi ko'rardi. Bir kun albatta o'rnini topadi, derdi doimo. Va haqiqatan ham, dastlabki yillarda hamma yaxshi edi. Mansur tinimsiz ishladi, biroz o'sdi, kichkina uy olishdi. 2 farzand, Zafar va Zilola, dunyoga keldi. Hayot oddiygina edi. Ammo oddiygina, bu ba'zan mo'jiza. Muammo 2018 yilda boshlandi. Mansurning kompaniyasi yopildi. Birdaniga. Egasi qochdi, ishchilar oylik olmay qoldi. Mansur 3 oylik maoshsiz qoldi. Unga 18 million so'm qarzdor edilar. Va o'sha pul hech qachon kelmadi. Shu paytdan boshlab uyda hamma narsa o'zgardi. Mansur ichiga yopildi. Ish qidirdi, topa olmadi. Yana qidirdi. Ba'zan topdi, lekin yoqmadi, yoki kam to'ladi, yoki uzoqda edi. Bora-bora u ishga borishdan ham to'xtadi. Uyda o'tirdi. Televizor ko'r. Telefon titkiladi. Saodat esa har kuni ertalab turib, bolalarga taom pishirdi. Ularni maktabga kuzatdi. O'zi esa qo'shni bozorda sotuvchilik qila boshladi. Kiyim-kechak sotardi. Oyiga 2 million so'm. Bu tort kishiga yetmasdi. Lekin u shikoyat qilmadi. Mansur o'ziga kelar, derdi ichida. 1 yil o'tdi. Mansur o'ziga kelmadi. U endi akasidan qarz so'ray boshladi. So'ng do'stlar. So'ng Saodatning onasidan. Saodat bu qarzlardan xabar topadi, yiglar, lekin hech narsa demasdi. Chunki uning nazarida uyning boshi, uni sharmanda qilmaslik kerak. Bu o'zbek oilalarida ko'p uchraydigan naqsh. Ayol jimib yutadi. Jimib chidaydi. Jimib sinadi. Saodat ham shunday qildi, uzoq vaqt. Lekin bir kuni 2019 yilning qishida u bozorda bir tanish ayolga duch keldi. Ismi N ham shu mahalladan, ham shu davraning odami edi. Ular ko'rishib, choy ichishdi. Va Nilufar unga bir taklifni aytdi. Saodat opa, men bir joyda ishlayman. Yaxshi pul. Lekin bu ish sal noodatiy. Saodat noodatiy sozini eshitib, bir zum to'xtadi. Qanday ish? Dedi. Nilufar unga tushuntirdi. U boy bir tadbirkorning uyida xizmatchi sifatida ishlar emish. Lekin aslida bu xizmat, uy egasiga hamrohlik qilish, u bilan yurish, kerak bo'lsa, do'st kabi davralarga borish edi. Pul ko'p edi. Oyiga 5-7 million so'm. Hech qanday og'ir jismoniy ish yo'q. Faqat yoningda bo'lasan, dedi Nilufar. Saodat o'sha kuni uyiga qaytdi va hech narsa demadi. Lekin o'sha kecha u uxlamadi. Tun bo'yi u hisob-kitob qildi. Uydagi qarzlar 12 million. Farzandlarning maktab to'lovlari, to'lan. Onasidan olgan qarz 3 million. Mansurning hali hamon ishi yo'q. Va u bir savol berdi o'ziga: agar men bu ishni qilsam,
pulni olsam, qarzlarni to'lasam, bolalarimni to'ydirsam, bu gunohmi? Bu zaiflikmi? Yoki bu onalikning eng og'ir ko'rinishimi? Javob topa olmadi. Lekin ertalab u Nilufarni chaqirdi. Bu yerda men bir oz to'xtamoqchiman. Chunki bu moment, bu qaror qilish lahzasi, hayotda eng xavfli nuqta. Psixologlar buni moral disengagement, ya'ni axloqiy uzilish nuqtasi deyishadi. Bu shunday lahzaki, odam o'zining qadriyatlarini bir chetga qo'yib, faqat bu safar, faqat zarurat uchun, deb o'zini ishontiradi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, odamlarning 73% hayotida kamida bir marta o'z qadriyatlariga zid ish qilishga majbur bo'lgan, deb his qilishgan. Va o'sha har bir marta qoldirib ketadigan iz qoldiradi. Saodat ham bilmadi, u shunchaki bir qadam tashladi. Endi men sizdan so'ramoqchiman. Agar siz Saodatning o'rnida bo'lsangiz, 2 bolangiz bor, eringiz ishsiz, qarzlar og'irlik qilayotgan, siz nima qilardingiz? Bu savol ko'p odamni noqulay his qildiradi. Chunki javob oddiy emas. Davom etaylik. Saodat u kishining uyiga bordi. Ish ko'rinadigan darajada oddiy edi, uy tartibli, xo'jayin yaxshi muomala qilardi. Hech kim uni kamsitmadi. Lekin har kuni uyiga qaytganda, bolalari uni kutib turganida, u ichida nimadir sinayotganini his qilardi. Bu sinish ovoz chiqarmaydi. Ko'z yoshi ham bo'lmaydi ba'zan. Bu faqat ko'zguga qarab, o'zingni tanimay qolish hissi. Saodat buni ko'zgu sindromi deb atadi. O'zi ixtiro qilgan nom. Men ko'zgu oldiga borsam, o'zimni ko'rmayman. Boshqa bir ayolni ko'raman. Unga achinaman. 3 oy o'tdi. Qarzlarning katta qismi to'landi. Bolalar yangi forma kiydi. Mansur bunga e'tibor bermadi. U hatto so'ramadi pul qayerdan kelayotganini. Belki bildi. Belki bilishni istamadi. Ba'zan eng og'ir yuk bu bilganing holda jim turish. Lekin 4-oyda hammasi o'zgardi. Saodatning akasi, Jahongir, bozorda tanishidan eshitib qoldi. Kim aytdi, noma'lum. Shaharda gap tarqalgan edi. Jahongir tog'ri Saodatning uyiga keldi. Mansur ham uyda edi. Va o'sha kechqurun, yopiq eshiklar ortida, Saodat hayotining eng og'ir suhbatini o'tkazdi. Jahongir yiglamadi. U faqat qattiq gapirdi. Sen bizni sharmanda qilding. Onamiz bu xabarni bilsa oladi. Sen bu oilaning nomini loyga burdingdi. Mansur esa jim o'tirdi. Hech narsa demadi. Va bu jimlik Saodatni Jahongirning so'zlaridan ko'ra ko'proq sindirdi. U Mansurga qaradi. Mansur boshini egib o'tirardi. Saodat o'shanda tushundi. U bilgan edi. Va indamagan. Chunki pul kerak edi unga ham. Bu 2 xiyonat bir vaqtda. Birisi o'z qadriyatlariga. Ikkinchisi turmush o'rtog'ining sukunati. Psixologlar bu holatni sharet moral injury, birgalikdagi axloqiy jarohat deyshadi. Bu shunday holatki, oiladagi bir muammo 2 tomonning ham ruhini jarohatlaydi. Lekin ikkalasi ham bu haqda gaplashmaydi. Va bu sukut ularni uzoqlashtiradi, ba'zan umrbod. Saodat o'sha kecha uydan chiqib ketdi. Bolalarini qo'shni xolasiga qoldirdi. O'zi Toshkentga, Chilonzordagi singlisining uyiga ketdi. U 2 hafta u yerda qoldi. Hech kim bilan gaplashmadi. Faqat o'yladi. O'sha 2 hafta ichida u kundalik yozdi. Har kuni. Va bu kundalikda u o'ziga savol berar edi. Men qachon birinchi marta o'zimni arzonlatdim? Men qachon birinchi marta yo'q deyishni unutdim? Men qachon birinchi marta bolalarimni o'zimdan ustun qo'ydim? Va bu to'g'ri edi, lekin o'zimni butunlay unutdim. Saodat Quva tumani kasalxonasidagi psixologga bordi. Ism-sharifi ma'lum qilinmadi, lekin u 2020 yilda bir intervyuda yuzini ko'rsatmay, o'z hikoyasini gapirib berdi. Men shu manba asosida bu hikoyani sizga yetkazayapman. Psixolog unga bitta gap aytdi. U hech qachon unutolmadi. Siz bolalaringizni sevganingiz uchun bu ishni qildingiz. Bu sizning sevgingizning kuchi. Lekin sevgi hech qachon o'z-o'zingizni yo'qotish hisobiga bo'lmasligi kerak. Chunki o'zini yo'qotgan ona bolalariga ham to'liq bera olmaydi. Bu gap Saodatni o'zgartirdi. U qaytdi. Mansur bilan gaplashdi. Bu safar haqiqiy gaplashish. Yigisiz, qichqiriqsiz, lekin aniq va rost. Men sening jimligingni kechirmayman hali. Lekin men ham o'zimni kechirmayman. Biz ikkovimiz ham bu yerda xato qildik. Savol, endi nima qilamiz? Mansur bu safar jimib qolmadi. U yigladi. Ehtimol bu ikkovining ham birinchi marta haqiqiy ko'z yoshlari edi. Ular ajrashmadi. Lekin osonlashdi deyish ham noto'g'ri. Mansur ish topdi, qurilishda, past lavozimda,
lekin ozi topdi. Saodat bozordagi ishini davom ettirdi. Bu safar oz hisobi bilan, oz maqsadi bilan. Jahongir bilan munosabatlar sovib qoldi, yillar davomida. Lekin bolalar, Zafar va Zilola hech narsa bilishmadi. Va bu Saodatning bir yengilligi, bir ogirligi. Mana shu yerda men bir nechta muhim saboqni aytmoqchiman. Birinchi saboq, qashshoqlik odamni sinaydi, lekin uni bahona qilish ham xavfli. Iqtisodiy qiyinchilik, bu haqiqat. Millionlab oilalar bugun shu ogirlikni his qilyapti. Lekin zaruriyat har qanday qarorni oqlamaydi. Chunki ba'zi qarorlarning narxi pul bilan o'lchanmaydi. Ikkinchi saboq, erning sukunati, bu ham xiyonat. Mansur Saodatni bu yo'lga majburlamadi. Lekin u bilgan holda jim qoldi. Va bu sukunat ozozicha bir xiyonat edi. Oilada har ikkala tomon mas'ul. Er uyboshi degan gap faqat huquq emas, mas'uliyat ham. Uchinchi saboq, ayollar chidamlilik nomida o'zlarini yo'qotmaslik kerak. O'zbek madaniyatida ayolga sabr qil, chida, jimgina o'tkazib yubor deyiladi. Ba'zan bu donolik, lekin ba'zan bu o'z-o'zini vayron qilish. Chegara bor va o'sha chegarani o'rganish zaiflik emas, kuch. Dunyo bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsat. Iqtisodiy stressda bo'lgan oilalarda, yillik daromad o'ta past bo'lganda, ayollarning 68% asosiy qarorlarni yolg'iz qabul qilishga majbur bo'ladi. Lekin bu qarorlarning natijasi uchun yolg'iz javob beradi. O'rta Osiyo bo'yicha UNT ma'lumotlariga ko'ra, 2019-2022 yillar oralig'ida O'zbekistonda iqtisodiy sabab bilan oilaviy inqirozlar 34% ga oshgan. Psixolog Nilufar Rashidovaning O'zbekistonda faol mutaxassis so'zlariga ko'ra, eng ko'p keltiradigan muammo bu pul emas. Bu pul tufayli yo'qolgan ishonch. Bu raqamlar faqat raqam emas. Bu ko'cha-ko'yda, bozorda, maktab oldida uchragan odamlar. Bu sizning qo'shningiz, singliningiz, ehtimol o'zing. Saodat bugun 43 yoshda. U hali ham Farg'onada yashaydi. Mansur bilan birga. Zafar institutga kirdi. Zilola musiqa maktabida o'qiydi. Saodat hech qachon o'sha davrini maqtanib aytmaydi. Lekin u undan uyalib ham o'tirmaydi. Endi men o'sha paytda singan edim. Lekin singan joydan ham nur kiradi, deydi u. Bu gap gilos saylidan emas. Bu olovdan o'tgan, kuygan, lekin tirik qolgan odamning gapi. Mening sizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarim. Hayot sinovlar bilan keladi. Pul muammosi eng og'ir sinovlardan biri. Lekin har bir insonning ichida bir chegara bor. O'sha chegarani bilish, uni himoya qilish, bu o'zingni sevish. O'zingni sevmagan odam hech kimni to'liq sevmaydi. Bolalaringiz sizni pul bilan emas, mavjudligingiz bilan sevadi. Eringiz va xotiningiz sizni muvaffaqiyatingiz bilan emas, haqiqatingiz bilan sevish kerak. Agar u shunday savolmasa, bu muammo sizda emas. Saodatning hikoyasi ogohlantirish. Lekin u shu bilan tugamaydi. U shuningdek qaytish mumkinligini ham ko'rsatadi. Singan odamlar ham qayta qurilishi mumkin. Faqat oz kuchi bilan, oz haqiqati bilan. Agar bu hikoya sizga tegdi, yoki sizning hayotingizda shunga o'xshash daqiqalar bo'lgan bo'lsa, kommentda bitta so'z yozing, kuch. Faqat bitta so'z. Shu yetarli. Agar bu videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosing. Do'stlaringiz bilan ulashing, chunki bu hikoya ularning ham hayotiga tegishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Har hafta shunday hayotiy, hissiy va o'ylatib qo'yadigan hikoyalar sizni kutmoqda. Salomat bo'ling. O'zingizni as va esda tuting, hech qanday pul sizning qadr-qimmatingizga teng kelmaydi. Xayr.